Assalomu alaykum azizlar. Mana bugun biz sizlarga jigar funksiyalari va jigar o'zi qanday organ, qanday vazifalar bajaradi, shu haqida sizlarga qisqacha tushuntirib boramiz. Xo'p, jigar o'zi inson organizmida eng katta bezlardan biri hisoblanadi. Bu juda muhim, kerakli va juda organizm uchun foydali organ hisoblanadi. Xo'p, nimaga bunday degan bo'lsak, bu jigar o'zi asli bez hisoblanadi. Ya'ni organizmni butunlay himoyalovchi desa ham bo'ladi. Ya'ni organizmda jigarning asosiy funksiyalari bu birinchi navbatda organizmga tushayotgan ozuqalarimiz, ya'ni kundalik hayotimizda ozuqalar, yeb turgan ozuqalarimizni bu jigarimiz taqsimlab beradi. Ya'ni oqsilni oqsiliga, uglevodni uglevodga, ya'ni kerakli keraksizga ajratishni boshlaydi. Ya'ni kerakli moddalarni jigar o'ziga oladi va kerakli organlarga yetkazib beradi. Qonga singdirib beradi. Hujayralarga yetib boradi. Organizm o'zini tiklashni boshlaydi. Keraksiz, ya'ni kundalik hayotimizda iste'mol qilayotgan har xil mahsulot, ya'ni zararli, organik bo'lmagan mahsulotlardan, shunga o'xshash narsalarni iste'mol qilishimizdan kelayotgan toksinli, ya'ni keraksiz, zararli narsalar, moddalar jigar o'ziga olmagan holatda buni o't qopi yo'li orqali suyuqlikdan chiqarib yuboradi. Shunday mo'jizaviy organ hisoblanadiki, kerakligini oladi, keraksizini organizmdan chiqarib yuborishdi. Ya'ni detoksikatsiya qilish jarayonini boshlaydi. Detoksikatsiya, o'zingizlar bilasizlar, bu organizmga tushayotgan zaharli moddalarni jigar o'zi zararsizlantirgan holatda chiqarib yuboradi. Bu o'z-o'zidan organizmga qanchalar bu organning kerakligini bilsa bo'ladi. Xo'p, ayniqsa hozirgi kunda insonlarda juda ko'p uchrayotgan gepatitlar, jigar yog' bosish holatlari. Deb tushunyapsiz, hamma insonlarda juda ko'p ko'payib ketayotgan kasallik hisoblanadi. Bunga ham aslida olib qaraydigan bo'lsak, aynan o'zimiz sababchimiz. Aynan bu jigar yog' bosishini o'zini misol qilib keltiradigan bo'lsak, jigar yog' bosishi juda ko'pchilik bu xavfli, ya'ni xavfli holat, jigarim yog' bosib qolibdi degan holatda ko'pchilik asabiylashishni boshlaydi. Yo'q. Aslida olib qaraydigan bo'lsak, bizda bu jigarda o'zini hujayralari bo'lib, bu hujayralar gepatitlar deb nomlanadi. Bu gepatitlar organizmdagi, ya'ni shu jigarni o'zini hayot baxsh qiluvchi, ya'ni butunlay organizm tozalab, aytganimdek hamma yoq taqsimlovchi hujayralar hisoblanadi. Bu hujayralar orasiga asta-sekinlik bilan zararli moddalarni, ya'ni tashqi tomondan ko'proq zararli moddalar, masalan, har xil moddalar iste'mol qilishimiz hisobiga, ichimliklar iste'mol qilishimiz hisobiga jigar zararlanib o'zini sekin-sekin himoyalashga o'tadi. Ya'ni bu himoyalash davrida, ayniqsa mana yog'li ovqatlar ham ko'p iste'mol qilamiz va gazli ichimliklar ko'p iste'mol qilamiz, achchiq narsalar ko'p iste'mol qilamiz. Bular jigarni o'zini himoya qilishga majbur qiladi, ya'ni me'yordan ortib ketgandan keyin. Shu orqali gepatitlar o'zini atrofini asta-sekinlik bilan, yog' qatlami bilan o'zini himoyalashni boshlaydi. Bu degani, bu holatlarda o'sha tanada, ya'ni jigar zararlanishni boshlayapti, ozgina yog' bosyapti, o'zini himoyalashni boshlayapti, tanada o'zgarish boshlanadi. Ya'ni o't qopida dimiqish holatlari, insonlarda kekirish, hazm sistemida muammolar. Nimaga? Chunki aynan bu jigarni o'zi organizmda hazm sistemani ijobiy tarafga o'zgartirib turadi. Oshqozon ichakda bo'layotgan hazm sistemidagi buzilishlar ham jigarga bog'liq bo'ladi aslida. Nega? Chunki oddiy misol, yaxshi hazm bo'lmaydigan ovqatlarni, xamirli ovqatlar ko'p iste'mol qilsak, jigar o'zi sintez qila olmaydi. Ya'ni kerakli tarafga ajratishga sekin-sekin qiynalishni boshlaydi. Bu o'z navbatda qorindan bo'lish, hazmda qiynalish, qornim shishib ketyapti, hazmim yaxshi emas, ichim yaxshi kelmayapti degan shikoyatlar sekin-sekin kelib chiqa boshlaydi. Buni o'zingiz bilib turibsizchi, ya'ni tashqi tarafdan yeb turgan ozuqalarimiz sekin-sekin jigarni o'zini ishdan chiqarayotganligi hisobiga bo'lib chiqyapti. Bu ichakda muammo, oshqozonda muammolarni keltirib chiqaradi. Aynan shuning uchun ham biz sizlarga doimiy organik mahsulotlarni iste'mol qilishlarini va jigarni Ibn Sino bobomiz davrida ham aytib kelgan, jigarni bir yilda 2 marotaba tozalash. Oddiy tozalash, mana hozirgi kunda Ramazon oyida ham organizm tozalanib boryapti va o'zimiz ham organizmni parhez qilib, ya'ni butun organizm ishlaklardan, toksinlardan tozalovchi yaxshi organik mahsulotlardan iste'mol qilishimiz bu jigarni o'zini funksiyasini tiklashga yordam beradi. Agar bizni jigar doimiy 100% yaxshi holatda, sog'lom holatda ishlab tursa, bu o'z navbatda yuz siniqlashishiga, teridagi muammolar, ya'ni teridagi muammolar asta-sekinlik bilan hozirgi kunda rivojlanib ketayotgan psoriaz, oddiy kasalliklar. Jigarni o'zi organizmda moddalar almashuvini yaxshilash uchun asosiy organ hisoblanadi. Ya'ni organizmda juda ko'p insonlarda moddalar almashuvida buzilishlar yuz beryapti. Moddalar almashuvi buzildi degani bu har bitta organda buzilish bor, qon bosim bor, o't qopida muammo bor, endokrin sistemada muammo bor. Endokrin sistema bilasizlar, qandli diabet. Jigarning yana bir asosiy funksiyalaridan biri qondagi qand miqdorini normada ushlab turish.
Ko'pchilik qantim ortib ketyapti, oshib ketyapti deb shikoyatlardan chiqishyapti, lekin asli sabab jigarda. Ya'ni organizmda moddalar almashuvi buzilishlar bo'lyapti. Agar biz moddalar almashuvini yaxshilashga, jigarga ko'makdosh bo'ladigan bo'lsak, semirib ketish o'z navbatida yo'qola boshlaydi. Ortiqcha vazn insonlarda nima ko'payib? Ortiqcha vazn nima uchun insonlarda ko'payib ketyapti? Aynan moddalar almashuvi buzilganligi hisobiga. Ya'ni jigar moddalarni kerakli joylarga yetkazib bera olmayapti. Bunga sababchi o'zimiz aytganimizdek, betartib ovqatlanish, sport bilan shug'ullanmaslik, o'z navbatda kechki ovqat yegan holatda yotishimiz. Bu o'z navbatda jigarda moddalar almashuvini to'g'ri bajara olmasligiga sabab bo'lyapti. Va oshqozonda ham muammo, ortiqcha vaznda ham muammolar kelib chiqyapti. Aynan shuning uchun ham biz sizlarga har doim tavsiya qilayotgandek, organik mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilish va tartib-qoidaga, sportga rioya qilsangiz, jigar sekin-sekin sog'lom holatlarga qaytishi mumkin. Sekin-sekin sog'lom holatga qaytdi degani, bu aytganimizdek moddalar almashuvi joyiga tushdi degani. Moddalar almashuvi joyiga tushdi degani, o'zimizda uchrayotgan mana teridagi allergik kasalliklar, psoriaz holatlari asta-sekinlik bilan yo'qolishi mumkin. Juda ko'pchilik davosi yo'q, qiynalyapman, har xil kasalliklar, teridagi qichishlar, achish holatlari va psoriaz holatlarini shikoyat bilan chiqishyapti, lekin ular jigarni tozalash uchun alohida o'ziga parhez, tartib, intizom qilib oladigan bo'lsa, bu kasalliklar ham sekin-sekin yo'qolib ketishi mumkin. Aynan shuning uchun ham tashqi tarafga berayotgan kasalliklarda birinchi navbatda jigarni tozalash, jigarga ko'mak berish, jigarga moddalar almashuvini yaxshilash uchun o'zimiz yordam berishimiz kerak. Va bu orqali biz butun tanamizni sog'lom holatda ushlab tura olamiz. Nega? Chunki jigar inson tanasini aytib o'tganimizdek, har bitta a'zosiga yetib boradigan moddalarga mas'ul hisoblanadi. Hattoki vitaminlarga, minerallarga ham bu boyitib beradi organizmimiz. Shuning uchun ham har bir inson o'zini jigarini sog'lom holatda ushlab turish o'z vazifasi hisoblanadi. Bu holatlarda biz sizlarga yana bir ajoyib yechim organik bo'lgan mahsulot, ya'ni Arigado Box mahsulotini tavsiya qilamiz. Arigado Box mahsuloti o'zi nima uchun degan savol bo'lishi mumkin. Qanday yordam beradi bizni jigarga degan savollar bo'lishi mumkin albatta. Xo'p, Arigado Box mahsuloti o'zi birinchi navbatda buni tarkibida rastarovshalar bor, achchiq taruzlar bor. Rastarovsha agar bilsangiz, rastarovsha tarkibida slimarin moddasi bor. Bu modda birinchi navbatda jigar hujayralari, ya'ni boshda aytib o'tganimizdek, gepatitlarni qayta tiklanishiga yordam beradi. Aynan bu mahsulotni iste'mol qilish orqali sog'lom holatda ham va jigarda yog' bosish, gepatit holat, jigar siroz holatlarida ham bu mahsulotlarni bemalol ichish mumkin. Nega? Chunki bu organizm tozalab beradi, jigar faoliyatini yaxshilab beradi, jigar funksiyalarini o'zini tiklab olishga yordam beradi va qondagi, ayniqsa hozirgi kunda eng ko'p uchrayotgan gepatitlar, B, D, S turlari. Aynan bu mahsulotlarni ichish orqali bemalol qondagi virusni ham kamaytirish mumkin. Hattoki nolga tushirish mumkin. Va qonni suyultirish imkoniyati ham bor. Ko'pchilikda mana jigar yog' bosgan, qon qo'yilgan, hazm buzilgan, o'tqopida muammolar bor, o'z navbatda qon bosimiga ham olib keladi. Albatta yordam bera oladi. Jigarda siroz holat degani bu 1 millionta hujayra bor desa, yarimi ishlamayapti. Ya'ni yarimi nekroz holatga, o'lik holati keldi degan. Bularda rastarovsha bo'lib, bu dunyoda yagona o'simlik hisoblanadi. Aynan bu gepatitlarni sekin-sekin hayotga qaytaradi degan. Bu qaytyapti degani, o'z navbatida jigarimiz o'zini sog'lom holatga, ya'ni oldingi holatga sekin-sekin qaytyapti degan. Ya'ni organikligini hisobiga. Aynan shuning uchun ham jigar sirozida ham gepatit, jigardagi bo'layotgan muammolarga ham bemalol mahsulotimizni berishimiz mumkin. Moddalar almashuvini yaxshilash orqali teridagi muammolarni yo'qotish mumkin. Va ko'pchilik savollar tushadi, bosh miyada og'riqlari, boshda og'riq, ko'rishda xiralashlar, albatta hammasi moddalar almashuvining buzilishiga sababchi. Asosan bular moddalar almashuvi buzilishining hisobiga kelib chiqadi. Bu holatlarda bu Arigado Box mahsulotidagi lavanda o'simliklari, bu o'simliklar o'z navbatida bosh miyadagi qon aynashni yaxshilab beradi. Xotirani, ko'rish qobiliyatini va tarkibida achchiq taruz insonlarda uchrayotgan ich qochishlari. Ich qochish juda ko'pchilik oddiy, yengil qarayapti hozirgi kunda, lekin agar bizda ich qochishi doimiy kuzatiladigan bo'lsa, bu sekin-sekin ich qochish organizm immun tanqisligi, kamqonlikka va teridagi har xil xastaliklarga olib keladi. Nega? Chunki ichaklarda asosiy 90% immun sistema joylashgan hisoblanadi. Agar biz bu mahsulotlar orqali ham jigarga ham ichaklarga tozalov berib turadigan bo'lsak, o'z navbatda organizm yoshara boshlaydi. Ya'ni organlarimizda joylashgan har bitta hujayra o'zini vazifasini faol, yaxshi sifatli bajara oladi. Bu orqali insonlarda uchrayotgan kasalliklar birin-ketin yo'qola boshlaydi.
Aynan shuning uchun ham biz sizlarga organik bo'lgan Arigato Box mahsulotini tavsiya qilamiz va bu mahsulotni iste'mol qilish orqali o'z sog'lig'ingizni va jigaringizni sog'lig'ini ushlab turishingiz mumkin.